Umaqsi oğdaşlar, bugünkü hikayemiz her qandaq narsa əmgək və bilim arqılıqla vücudqa kelidi. Burunisida aqlliq bir adam bo'lib, uning yolg'iz birla qizi bor ekan. Bu odamning bir necha eg'iz uyi bo'lib, nihoyat yasidaq, ozoda va yo'riq ekan. Uning yana kichik bir bog'chisi bor ekan. Qizi bog'chada o'ynab zerikkanda, u uydan bu uyga chipib yurib o'ynaydi ekan. Faqat birla uyga kirolmaydi ekan. Chunki u uy doim quluploqliq turadi ekan. Bir kuni qiz dadasiga: "Dada, o'sha quluploqliq uyni ichib ber. U uy cho'qim boshqa uylardan oliyroq bo'lishi mumkin", debdi. "Rost ayting qizim, u uyga haqiqatan eng yaxshi narsa qo'yilgan, lekin sen tog' kichik, cho'ng bo'lganingda u sening bo'ladi. Uning bilan umr voyat rohat ko'rsan", debdi. Qiz cho'ng bo'libdi. Dadasi quluploqliq uyning ochquchisini qiziga beribdi. Qiz u uyning eshigini ichib kirib, qarag'udek bo'lsa, uyda faqat bir choq, bir o'rchuq va bir kitobdan boshqa hech narsa yo'qmish. Qiz darhol dadasining qishig'i beribdi-da, ko'z yoshlarini yomg'irdek to'kib yig'labdi. "Dada, sen menga quluploqliq uyda eng yaxshi narsaning borligini aytgan eding. Biroq men u uydan bir choq, bir o'rchuq va bir kitobdan boshqa hech narsa ko'rmadim. Sen meni aldabsan", debdi. "Undaq dema jinim qizim, seni aldig'inim yo'q. Amaliyotda mening eng yaxshi narsa deganim ashular edi. Chunki choq bilan o'rchuq emgak, kitob bo'lsa bilim demakdir. Bu dunyoda ulardan ortiq turadigan yana qanday narsa bo'lsin, biz eng yaxshi ko'radigan har qanday narsa emgak va bilim orqali vujudga keladi-ku", debdi. Qiz dadasining so'zini tushunibdi va xijillikdan yerga qarab qopdi. Yakan xalq cho'chaklari.